Assalomu alaykum qarindoshlar. Uyg'urman Naqmaydan kelganlarni qizg'in qarshi olaman. Aldi bilan bizning mau logo. Bizning Patreon'ga yana 2 a'zo etildi. İşki a'zo etilib bizni qo'llaydiganligini bildirdi. Aldi bilan shularga rahmat aytaman. Ularning ismini tarjimsam bo'ldi bu yerda. Deydigan gap yo'q qarindoshlar. Ancha-muncha yurak so'zimni sizlarga degash bir jaxosi bir yarim soat vaqtimdan oldigan o'xshayman. Bugungi temani o'zinglar ko'rdinglar balkim oqidagi ko'rinishda chiqdi hozir. Degan gap bo'lsa vatan va kelajak, vatan va kelgusi. Shu to'g'riliq azroq bir to'xtalay dedim, chunki bizda azroq shu temada munosib bo'ldi tunugan. Undan keyin qiziqarli ishlarni desam, boshdagi chiqqan ma videoni ham bir qitim anglataylik. Ma videoni Aqidagi ahangni diqqat qilinglar. Buni men ishlagan vaqtimda to'rdan izlab o'zim yoqtirgan muzikadan birini kesib chaplab qilgan. 10 sekund qolgan ekan bu yerda hech qanday bir oq ko'rinish muzikasi ta'sir olmas deb o'ylagan, biroq bir qarindishimiz menga qilib, "Voy bu qozoqlarning muzikasiga uni ishlatsam bo'lmaydi, o'zgartirib etgan" deydi. 10 sekund muzikaga qozoqlarni unda demas, men unda bir men qozoqlar bilan jiq aralashgan, jiq alog'ini o'qigan, biroq menga unda bir ko'z kichik, unda bir qozoq qarindishimiz uchratmagan. Shunlashqa men deb qo'ydiganim, agar qozoq qarindoshlarim, agar sizlarga ras yoqmagan bo'lsa, ras qozoqlarning bir muzikasining 10 sekundlik yerini ishlatib qo'yganga yo'q bo'lmaydi degan bo'lsanglar, almashtirasanglar, desanglar bo'ladi menga bevosita. Menchi bo'lsa bu shundaq o'zaro chiqayotgan ig'vo. Men deb qo'yay dedim. Undan keyin men oqida ko'ryapsizlar, har xil xarid chiqyapti. Bizning bu har xil odamlarning har xil qiyos, har xil erishmoqchi bo'lgan maqsadi. Ba'zan chaqda ko'rsizlar bizning vatan degan har xil bo'lib ketadi. Undan keyin Tibetlarning rayonini birdan jiq, birdan maz bo'lib qoldi. Ba'zan chaqda biz Xitoylar bilan qat'iy chigirdash olmaymiz ba'zan chaqda Gansudan tatib butun Xitoyni olib ketadi degandek. O'sha xaridlarni ko'rgan vaqtinglarda sizlar qanday ta'sir etkizlar? Masalan, ma'noda biz Xitoylar bilan chigirdash emas mana. Eng yaxshi ahvol shuda bizga. 7-sapilni sho'nglash qo'pag'an o'z vaqtida. Ma'noda qarasanglar Xitoyning rayoni uchun chiq. Yana Jungariya deb Sharq Turkiston ustiga Jungariya ikki davlat bo'lib ketgan qaraydigan bo'lsa. Ma'noda qarasanglar Qashqa Altishani Uyg'uriston deb ustini biroq Mo'ng'uliston qaytib mayaqda qozoqlar, o'zbeklar hammasi birlashib Turkiston degan davlatni qurdi ekan. Shunda bir har xil xiyoldagilar, har xil qiyosda bo'lib gaplarni qilibdi. Qarindoshlar, kirgan bo'lsanglar, bir javob berib-sanglar, ovozim yaxshi chiqayotgan bo'lsa, hammasi yaxshi bo'lsa bir gap qo'ysanglar. Sizlar qanday qaraysiz qarindoshlar buningga? Hamishda bir har qatim shunday bir kelgusini ba'zan millatlar o'ylab, uydirib chiqib, shunda o'xshamagan odamlarning yozgan xaritalarga bizning vatanimizni yozib chiqqan xaritalarga qanday qaraysizlar qarindoshlar? Bu yerda mening bir ishga gap qilgim keldi. Men bu narsalarni men uqmayman. Shaxsan mendan ashta so'rg'anlar bo'ldi. Ko'rdingmi, mana unda deb. Shaxsan men kelgusini bildigan hech qanday ixtiyorim yo'q. Lekin bir narsani kelgusining cho'qim bir narsaning bo'ladiganligi cheksiz ishlanma, chunki u tarixda necha qatim isbotlangan ish. U bo'lsa-mu Xitoy jazman parchalandi, yo'q bo'ladi. Xitoy hokimiyati o'ladi. Uningga jazman ishlanma. Endi uningga qachon u kunga kelimiz, uni yana uqmayman gapni ochig'i. Qachon u kunga kelimiz, uni yana bilguchi Janob Alloh. Biroq Ama Xitoyning bu hokimiyati tugaydiganligini men obdan bilaman, ham obdan tushunman. Nurg'ulonlarga o'xshash, men ishonaman shu Xitoyning hokimiyati oxiri titrab tura olmaydiganligiga. Biroq undan keyin nima ish bo'ladi?
Ondan keyin biz nega boramiz? Ular qanday qiladi? Tibetlar, yamsi Mongollar, yamsi bizning vatan zali qanday parchalanib, nima ishlar bo'ldi? Ism qanday bo'ldi? Bu zaminning territoriyasi qanday bo'ldi? Uni men bilmayman, hech kim bilmaydi. Lekin yana bir ishni bilaman. Salam, welcome. Yana bir ishni bilaman. O bo'lsa-mu, kelgusi qandaq insonlarga mansub ekanligini bildim. O'rgandim, ham izlandim, tafakkur qildim desam bo'ladi. Qandaq insonlarga muhtoj, qandaq millatga muhtoj kelgusi. Kelgusi degan birinchidan qo'rqmas bir millatga muhtojmi shu Murodlasanga o'xshash. Qo'rqmas. Bir gapni bo'libmi dushmanimiz bir nim deb qolarmikin, yo'qmisa bu Xitoylar undaq qilib yutamiki, bundaq qilib yutamiki, meni bundaq qilib yutamiki, undaq qilib yutamiki deganlarga kelgusi yo'q. Kelgusi degan shu qo'rqmas millatga, vatanga shunda qurbonlik bera oladigan. Ya boshqalarni qurbonlik berib, men yaxshi natijaga erishadigan emas. O'zi qurbonlik bera oladigan, haqiqiy, mana jang desa, vatan desa, mana miltiqni hozir asadigan, sho'si aka deb vurra deb ma'nolaydigan millatlarga kelgusi bo'ladi. Albatta biz nurg'un Uyg'ur millat bo'lib biz nurg'un japalarni tattoq 70 yilning yog'i qurbonlik berdik. Biroq o qurbonlikni biz berayli deb bermadik. Nurg'uni shu o'lib ketib qolgan, shu kamplarda yetib yo'qolib ketib qolganlar o'zi bir berayli deb bermadi, amalning yo'qidan astak berilib ketib qoldi qurbonliklar. Men berman deb turib berganlar o'sha sirtdan chimuncha inqilob qilayotganlar birondan. Ondan keyin shu Murodliga o'xshash jilim-pida deganlar qurbonlik berdi deymiz. Ammo bizning tatqan japarimiz, tatqan o qirg'inchiligimiz, yo'q qilish girdog'iga berib qolgan bu ahvolimiz, hamda bu bir qurbonlik berish desak, sal bo'lmay qoladi, chunki biz xalab bermadik uni. Ham so'zlayotgan sen bilan men bermadik. Boshqalar shunda umumiy Uyg'ur bo'lish bilan biz shundaqto bir sınaqqa duch keldik, ham shundaqto bir uyg'unishga duch keldik. Unda qo'ygandan keyin kelgusi qanday bo'ladi, undaq bo'ladimi, bundaq bo'ladimi, ma'xaritidek Shimoliy Shinjongni biroz olib ketami. Buni kim yezibdi, kim qilgan desanglar, innaqa Tayvandagi demokratik partiyalar, kuchliklar tarixni shu dadamdan bir gap bor, tarixni kuchliklar kuchsizlarning dumbisiga yozdi deb. Biz hozir tarix bo'ldik. Tunugun bizning bugun tunugun kishilar tarix, endi hozirgi vaqtimiz atigi tarix. Endi shu tarixni ya'ni shu kuchliklar yezyapti. Biz ojiz o'g'ashqa tarix emas, shu vaqtimizni qabul tuzak foydalanmadik, hech nima qilmayapmiz. Unda qolgankin bizning atida bugungi tariximiz yana ham shunchalik yaxshi emas, chunki biz bir o'rlikka erishmoqmidik. 70 yildan yoqqa. Bu yerda demakchi o'g'lim kelgusi, undaq bo'ladimi, bundaq bo'ladimi deb o'ylanib, u taraf bo'lay, bu taraf bo'lay degandan biz hozir kuchlanaylik. Qudrat topaylik, o'mlashaylik. Sen kimga haqiqiy ishonsan, shuni bir bil boshda. Undan keyin maydonimizni bir endi qilaylik. Undan keyin biz kelgusi qanday bo'lar degan xiyollarda o'ylasak, shu qadamga borganda bizmi shu tariximizga, kelgusidagi bo'ladigan tariximizga ega chiqa oladigan bir kuch qudratga topgan vaqtimizda, undan keyin o'ylasak ham biz shuni yarata oladiganga iqtidorimiz yetsa, undan keyin bu sahnadan o'rin ola olamiz qarindoshlar. Bizning hozirgi ahvolimizda buni kim bo'lar, qanday bo'lar deganlar sal boldurlik qiladi, hamma bu xil iqtidor, bu xil kuch, quvvat, biz tashkillanish yo'q hozircha. Hozirgi o'zinglar ko'ryapsizlar, Hindistonliklarning Hindistonda Tibetlarning
bir armiyalar var ekan, ular degan kuchlanib maxsus Xitoyga qarshi ochiq oshkor janglar qilib, ashlar bilan etishga tayyorlik qilyotidi. Bizda burun bo'lgandi, lekin hozir yo'q. Hech qanday bir ishimiz yo'q. Biz unda qilsa qildi, bunda qilsa qildi deb so'z qilgandekmi salohiyatimiz yo'q. Lekin biz hozirni qanday foydalanamiz degan chaqda biz shu kuchlanaylik. Ovozimizni cho'ng qilish uchun shunday bir medialarimiz bo'lsa, "Hey, va alaykum assalom qarindishim. Qo'llab ovozimizni tang chiqarishga tirishaylik, qo'rqmaylik" degan gap yana. Ovozimizni birlikda mulozirlashib, qanday qilamiz bu Uyg'urlar. Menchi bo'lsa, Uyg'ur bo'lgandan keyin biz yana ham shu bir-birimizga bekerak g'amxo'rlik qilishimiz kerak, ham bir-birimizning joni manfaati, shu Uyg'urlarning joni manfaatini birinchi o'ringa qo'ysak, qo'yimiz deb maydimizga uralisak, undan keyin birga kelalaymiz, qarindoshlar. Birga kelmak tascha emas. Faqat shu biz bir xil nishon, bir xil orzu, aniqlan bo'lganda uningga cho'ng bir daston ketmaydi. Uningga shu birlashib yig'iz gap, Uyg'urning manfaati, joni manfaati birinchi o'ringa qo'yamiz, boshqa hamma narsa uningdan tuvan, uningdan yaqin kelmaydi degan bir xiyol bilan, bir orzu bilan bir ish boshlab, tashkillanib, kuchab qilsak, yo'g'ini olaymiz. Shu bizning o'zimizning kelgusiga ega chiqa oladigan o'zimiz bir shaxmat urug'i bo'lganga tushliq bo'lishga o'xshash o'zimiz mengishimiz kerak bu shaxmatni. Boshqalar ama peshkini oyoqqa mangdim, mamanda olsun, anda olsun bo'lmasin qarindoshlar. Biz ikki qatim Sharqiy Turkiston Jumhuriyati ashunda qurilgan qarindoshlar. Unisi iniq obdan bilisizlar. Biz o'zimizga tayandik, biroq shu chaqdagi Uyg'ur emas boshqa millatlar bilan birlashib, undan keyin ruslar bilan birlashib, Xitoy gomendan u yoqda birlashib, ashunda bir yili mekrni arsiq qilib, oxiri mushu hozir tatqizib qo'yib, mushu kunni ko'ryapmiz qarindoshlar. Endi shunchalik bir muhim bir halqida, muhim bir och yo'lda turyapmiz. As qoldik bu Xitoyning tugaydigan vaqtiga. Tashkillanish u bir zarur. Ammo biz tarixdan qanday xulosalaymiz? Tarixda bir ikki qatim mashunda bo'ldi, u ketdi. Tarix bo'ldi. Ammo kelgusiga qanday qilamiz? Ham ibratni shu ikki qatim qanday yiqilgan bo'lsak, qanday qilamiz? Bizga yo'l ochquchilar kerakmi yo biz izbasar bo'lib mengaversak bo'lamdi degan gap bor. Iz basquchilarga mansub, yo'l ochquchilarga mansub degan gap. Biz Uyg'urning yo'lini ochimiz, kelgusini ochimiz demdiq ya. Yiqilgan bo'lsaqmi izbasar bo'lib ketaveramiz degan gap bormi bu yerda? Hamda bizning tavakkul qilgidek hech nimamiz qolmadi. Xalqaro piftim bilib bo'ldi bizning nima bo'lganligimizdan, ham nimani ko'rayotganligimizni, hamda bu yerda yana bir qatim o'yan qo'yib bersak, qat'iy bo'lmaydi. Shunlashqa bu yerda kelajakni o'ylagan vaqtimizda millatning kelgusi qanday bo'lar degan xiyolda bo'lgan vaqtimizda bizning o'zimizning kuchi qayerdan qayerga kelgicha, ovozimiz qanchalik beryotidi xalqaraga deganni obdan o'ylash baqsaq bo'ladi. Murod Lasanni yana bir misol qilsak, biz ovozimizni shu bir radio Free Radio Asia'ga chiqara oldik hozircha. Uyg'ur qarindoshimiz bo'g'ashqa gapni ochig'i. Yana men shu qilay dedim, biroq men o'zimning kuchini shunchalikligini obdan bilasizlar. Qanchalik bir nayt bir YouTube kanalim bor shu. Mena shu ovozim shu shunchalik. Uyg'urimdan bir ming odam ko'rdi. Ingliz tilida film ishlasam shu 400 odam ko'rdi. Bir ikki kunning ichida. Shu mening ovozim. Endi bir millatning ovozi qanchalik? Hammamizning ovozini bir sho'si biz anglataylik desak, xalqaradan qanchalik odam anglaydi bevosita.
Biznikini mi anlavatı bırak 70 yılının yağı emdi anladın. 70 yıl avazımızda o qılıb vaqırab, qaqşab, bildirimiz deb, derdimizde anlatımız dedik, namayişlarını qıldık, torlarda her xil medialar arqılıq müşünde sözlerini qıldık. Ahir anlavatı da, yani şu yeterlik mi o qeyrindaşlar? Bizning şu teşkilat, o bu çoğun hükümetlerimizden avazı qayadan qaya kelgicha. Shuni obdan dansab baqsaq özümüzni, bizning kelajagimiz qanchalikligini, qayadan qaya keladiganligini bilamiz qarindoshlar. Shu tuproq bo'pti Xitoy parchalansin, kommunist hukumat parchalansin. Yana bir kuchlik guruh qo'pab. Bu bizningki, aslida maya seninki emas, bu bizningki desa, bizning ovozimiz hozirgidek shunchalik kichik bo'lsa, hozirgidek bir qahramonimiz chiqsa, o'zimiz tasdiqlaylam jimiqtirib chiqib, aranli tusoq kelajak den so'z ichish, bu bir aqlga muvofiq emas, bu bir kulkulik. Bizga hozir biz manda zimini olamiz, anda. Ammo bizda aniq nishon bo'lish kerak-da. Sen bilen biz sahnaga chiqib, yoki ekranga chiqib mushta so'zlab qiyotganlar, yo bo'lmasa shaxsiy to'rda bu qotqa sening o'y xiyoling, sening kelgusiga bo'lgan tafakkuring, yoki hozirgi mushu da'vo uchun qanchalik vaqtingni sarf qilganing, zehningni sarf qilyapsa degan hamma narsa bizning mushu kelajagimizni belgilaydi. Mushu 1-2 yilning ichidagi bir ishlarni da'votimama. Xitoy mushu 1-2 yilning ichida yo'q bo'ladi. Alloh xolisi menchi bo'lsa. Balki bundan o'shiq bo'lar, balki bundan tez bo'lar. Bilguchi yana Allah, biroq yo'q bo'lishi aniq. Yo'q bo'lishi aniq bo'lgandan keyin o parchinib yana unda bo'lsa biz endi bu yerda Xitoyni mushu dumultadigan, ya'ni mushu Amerika, G'arb ellari o'zinglar bilasizlar. Mushu parchalab yo'q qilmoqchi bo'lgan, axir bo'ldi, sening ishing tugadi deydigan, ya'ni mushu Amerikaga o'xshash, undan keyin Yevropa, bu Avstraliya degan mushu G'arb ellari haqqoniyat uchun, ya'ni Uyg'urlar uchun, musulmon bo'lsin so'z qilyotdi. Ularning bir qig'dak hech qanday bir haqqi yo'qdi. İnsoniyat dinda hech qanday haqqi yo'qdi. Haqiqiy haqqi bala bizning qarindoshlarimiz, bizning ummat deb burunda biz ishinib kelgan shulardi, biroq shulardan qanchalik sado chiqdi. Shuni obdan o'ylanib, buningdagi do'st dushman tanlagan vaqtida biz chin ixlos bilan vatan quramiz, davlatni ozod qilamiz, zaminga ega chiqamiz degan vaqtimizda biz shu haqiqiy haqqoniyatchilar bilan do'st bo'lishimiz kerak qarindoshlar. Albatta Amerika bu G'arb ellari Xitoyni besiqtirishning sababi o'zlariga foyda. Albatta o'zlariga foyda. Biroq boshqa bizning qarindosh millatlarimizdan, ummat millatlardan, davlatlardan o'ziga foyda bo'lsin, bo'ladigan ish bo'lsin-mi, yana Xitoyga o'kiramidi. Hamda iqtidori shunchalik, hamda ularning nacharda mansitgan emas, bizda yeyishnimi yo'q, ularning ondan bir qismi, 100dan bir qismi yo'q bizda. Biroq jamiyat qayadan qayergacha, davlatlarning ahvoli qayadan qayergacha degan ishlar bilan ishlardan obdan o'ylanaylik. O'ylansak, keyingi qadamni besishga obdan foydasi bo'ladi. Agar bizning Uyg'urning manfaatini birinchi o'rin qo'yishga to'salg'i bo'ladigan ish bo'lsa, biz cho'qim sakrab qopishimiz kerak. Biz zodi yo'l ochquchilarmi Uyg'ur uchun, yo iz bosquchilarmi deganda obdan tanlashimiz kerak. Iz bosar bo'lsang, sen qaysi kimning iz bosari? Futuq qazangan ati buğularimizning iz bosarimi yo yiqilgan ati buğularimizning iz bosarimi? Uni obdan o'ylashimiz kerak. Iz bosar bo'lsangmi bo'ladi, bizning ati buğularimiz nurg'un
Uyg'urning o'zining davlatini qurgan. Izbasa olsang sen kimning izbasari bo'lsa. Shuni obdan o'ylash. Agar men qo'rqaydi, men unda qilsam oyoqdan o'kasam, oyoqdan mallar turiklayapsam, oyoqdan o'batsam, oyoqdan Xitoylarni yomon tursa, Tayvanning bu deydigan ishing olsa, bu da'voda u qo'rqanchoqlarga mansub emas. Bu yo'l, bu kurash jinini alqan qilib qo'yib, ata bir dushman kelib, mening jinimni olsa, mayli deyalaydigan yigitlarimizga, haqiqiy qo'rqmas erkaklarimizga muhtoj. Men tunugun bir partiyaning işte bir qonun nimalarini, nomlarini anglab chiqdim, bir avatibdika. Bir soatdan o'shiqga. Shunchaki hozir bu yerda to'g'ri chiqarmagan narsa bo'lgan ekan, uni tafsiliy misin deb yursam bo'lmaydi. Ham bu yerda men hech nima ortiq narsani ko'rmadim. Güzel so'zlar bilan qurashtirib yaxshi qilibdi. Lekin biz shu o'xshash narsani qaytlaymiz desak, biz qanchalik xulosa ibratni qanday olamiz burungi qatimdan? Burungi qatimdagi ikki qatim yiqilmaslikka qanday kapolat qilamiz? Oldingi ikki qatimda bizni qayerdan ketkizib qo'ydik degan gaplar hech qaysi yo'q. Unda osma qaytlaverdigan kalam ishib qolmadi. Unda olgandan keyin shu guruhdimi bizning Discord'da shunday yaxshi paranglar bo'ladi-da, shu bizga azab kirgan qarindoshlar. O'zlarining fikrlarini aytdi, mush to'g'riliq. Shu yig'ib kelsak, bizning kuchimizga bog'liq shu vaqtida. 1-2 yil qoldi. Jiddiy tashkillanib, jiddiy ovozimizni yig'ib bir yerga. Bir sho'si bong angtalisak, o'kin men bir namoyishning nimasini qildim. U bir namoyish maslagiga azimiyada qo'yib beray. Ba'zilaringlar ko'rgan bo'lishinglar mumkin, ba'zilaringlar yo'q. Chunki bakchiqma odam ko'mabdi buni, shunlashqa men yerda qo'yib bersammi bo'ladi. Qarindoshlar, ma'ni bir anglaylik yana. O'zim bak yoqtirdim buni. Bir qarindishimiz. Mushu videoni Germaniyada bo'lgan namoyishga Uyg'urlar, Xonkonliklar birlashib qilibdi-ku. Men mushu nimani chiqargandan keyin, mushu bir necha qatim so'zlagandan keyin meni qachilaydiganlar, gap qildiganlar jiq bo'lib ketdi. Shuning orasida bir qarindishim, "Voy, sen bak yaxshi qilyapsan, bu" dedi. "Voy, rahmat" deb paranglashdik. Shu qarindishim va Germaniyada işte namoyish qilmoqchi edik. İşte bir narsa bo'lsa, men avatib bersan, o'qiydik dedi. Va buldi chata yo'q deb men o'zimni qo'l oldirashdim. Valla xuluq bizning guruhdagi birisiga yozg'izdim. U bir kechida yozib, ertasi mayada kunduz bo'lganda menga avatib berdi. Yarim kecha bo'lganda. Men uni aytgan qo'paplam Germaniyadagi shu baliq avatib berdim. U baliq qo'pib Aşı o'qigan aşı Germaniyalikka berib uni videoni tatib menga avatib berdi. Men 1-2 soatning ichida videoni chiqarib oldim. Hisobda o'sha planlab qilgicha 24 soat ketdi videoni chiqarib bo'lguncha. Men Amerikada Germaniyada bo'layotgan namoyish naq maydonda anglatgandek, yasagandek bo'lib, bir kunning ichida biz o'zimizning sadosini, Murodilning ovozini Germaniyadagi aşı namoyishida anglatib, ham video tarqitib dunyoga bildirdik. Ham shunda tez o'limlik bo'ldi. Shuncha xo'sh bo'ldim. 24 soatning ichida biz buni qilib to'g'ri chiqarib yetaladik. Ham shunda necha odam ko'rdi. Demak, mana bu o'mlikning kuchi. Men o'zim yolg'iz o'qsam
mümkün emas-ku. Mümkün emas. Shu chaqda ashballa bilan men bo'lib qolganmisam, yana mümkün emas. Mening yenimda yana bir og'inam yezib bermagan bo'lsa, men o chaqda nurg'un ishlar qilayotgandim. Mümkün emas degan 4 soatdan ichida. Ya bizning ovozimiz shunchalik bevosita, ham tez usulda dunyo anglang'inimi shu 3 odamning biriga kelgani, o'mlikning kuchi. Hamda shu xil xabarni biz hozir 3 odam birini qila olgan bo'lsak, 30 odam 10 ni qila olamiz deganlar. Bu o'mlikning kuchi qarindoshlar. Birga birini qo'shsa, bu o'mlikning kuchi hargiz ikki bo'lmaydi. Ko'payib, chunki bir-birimizni to'liqlaydigan ish bo'ladi. Men Uyg'urchaga ancha yaxshi emas, yiziq bu narsalarga. Ba'zanlaringlar Uyg'urchaga yaxshi, ba'zanlaringlar nemis tiliga, ba'zanlar bu yaxshi. Ashta bo'lgan ekan biz dunyoni tark qila olamiz. Hammani o'z ichiga ola olamiz. Shu o'mlikning kuchi bilan biz yo'g'inab ovozimizni ham shu xalqaroga biz menda qilmoqchidik. Biz Uyg'urning manfaati birinchi o'ringa buningdan keyin. Chunki biz yo'qab ketish girdavoga diki bir millat. Yahudilarga o'xshash bo'ldik. Yahudilar vatanini qaytarib ola olgan bo'lsa, bizmi qaytarib olishimiz kerak deb turib kurash qilishimiz kerak, qarindoshlar. Fikring bo'lsa, xiyoling bo'lsa, shunda deyalishing kerak. Voy, u qandim deb qala, bu nim deb qala deb qo'rqmasliging kerak. Chunki men bir ish cheksiz ishlaymanki, mening da'vatqini shu boshqa hammani qarab qo'yib, Uyg'urning joni manfaatini birinchi o'rin qo'yib so'zlayapman. Albatta, unda so'zlamasam, menga bekerak xavf azroq kila bo'g'iydi, yo'qsa menga amroq odam jiqaroq bo'la bo'g'iydi. Lekin men buncha so'zlash orqali nurg'un dushmanlarning chishiga tegyapman. Uydagilarimizni shundoq uydagilarimni shundoq tahdid qilyapti. Biroq biz to'xtamaymiz. Bu yo'l, bu inqilob yo'qsa bu kurash. U qo'rqanchoqlar mansub emas. U bir boshqalarning nim deb qoladi deydiganlarga mansub emas. Men dedim boshda 10 sekundlik videomni chiqasam bir qarindishimiz va u qozoqlarnikiga uni o'chirib u bu dedi. Va bu qozoqlarning bulamda 10 sekund ba'zan chaqim ingliz so'zlashmam, ingliz tilida so'zlasam, inglizlar qopab ingliz so'zlashmadimdi. Yaxshi ko'rgan narsani ishlatdi. O bu desam ular munda serikchan unda deydi, bunda deydi. Men serikchan nim deb qala, yo'qsa bir qozoq millatim nim deb qala deb yashamayman. Men Uyg'urimni qanday qutqizamiz deb yashayman. Qutqazsak qanday qilganda Uyg'urimiz mustaqil bo'la, Uyg'urimiz zaminni qaytarib ola deb yashayman. Va men boshqa millatlar meni nim deb qala deb yashamayman. Ular menga ishdan o'shib ketsin, mening ishim yo'q. Chunki men har vaqt Uyg'urimning joni manfaatini birinchi o'rin qo'yaman, toki mushu jinim ketkicha dedim. Hamda shunda bo'lishi kerak. Biz bir yo'qni baqilmiz degan bo'lsak, biz yo'l ochquchilarga kerak. Uyg'urning kelajagiga qayerdan qayergacha shuni obda analiz qilib o'ylashib, shuning o'tishliq kuch to'playdigan odamga kerak. Bizga hargiz izbasar emas, biz hech kimning izbasar emas. Izbasar bo'lsaqmi, Attillaning izbasari bo'lishimiz kerak. O'g'izxonning izbasari bo'lishimiz kerak. Shularga o'xshash Atti bo'larimizning izbasari bo'lishimiz kerak. Sen qopab 50 yil burunqi bizim mushkun qo'yayotgan insonlarning izbasari bo'lmadi sen. U men emas. Mening buvammo shu inqiloblarni qilgan. Buvamning aksi putidan arilgan. Yani bir buvamning aksi doktorlik bo'lgan shu inqiloblarda. Ham shularni men mishada shularni ko'z ochiq ketganmiz, ko'rgan g'uljida mening buvalarim oqida sap bir hech qaysi gap qilmaydigan bo'plam tugab ketdi. Hammasi ichchi ochiq bir umr qilgan inqilob yo'q bo'lganligi tufayli. Gap qilmay bir 2 yil gap qilmay hammasi shu ajizlab tugab ketdi. Buvalarim 4 akufka. Hammasi shu birsi G'ini Baturning yenidiki, shu Shulat inqilobida ismi tilg'iningan
Sayramko'ldagi qanliq jangda ismitini qilingan Tursun Palvon degan odam, men burun buni deb jumaytdim. Ya bizning oilalar xavf yetamiki deb, hozir chatqim yo'q. Ama shunday bir oila. Biz Tariq. Shularning ko'zi ochiq ketdi. Nemishga ketdi? Men o'lishim kerak. Ularning farzandi bo'lishibdim bilan. O'xshash yo'lni qaytlaymiz desa, to'xta deyishim kerak. Mayli men kichik bo'lay, ya mayli cho'ng bo'lay, ya mayli aqlsiz bo'lay, aqlli bo'lay. Ama mening o'ylaganlarim shu, chunki men o'zimga ishondig'im har vaqt shu Uyg'urning joni manfaatini birinchi o'rin qo'yib, qanday qilganda qaytadan kuchlantirib, qanday qilganda Uyg'urning saltanatini ham dunyoga bildirish, Uyg'urning kimligini dunyoga bildirish. Assalomu alaykum Taklimakon. Hajab anglagansim sen bizning Discordda bog'i deymi? Assalomu alaykum qarindishim. Bak. Yaxshi so'zlar. Assalomu alaykum Taklimakon. Shu qarindoshlar, shu bu vatanning kelajagi qanday bo'la, har xil xaritalarni shunday ko'rgan vaqtinglarda o'zimizga bizning eng yaxshi kelgusimiz Xitoy bilan chegara bo'lmaslik. Masalagday. Mana menga o'xshash bo'lsa, biz yana andish qilib Xitoy tugin besib olamiki deb yurdik. Biz tarixda Xitoy bilan chegaradosh bo'lib boqmagan. Agar asli keltirimiz Xitoyning qayga yere ketkizitimiz desak, biz bilan chegaradosh bo'lmaslik kerak. Shuning uchun biz qudrat tepishimiz kerak, o'mlik bo'lishimiz kerak. Nurg'un gaplarni bu yerda da'vagilim bo'lmaydi. Bizning Discord guruh kiringlar, bizga a'zo bo'linglar, chin qo'llaydiganligini bildiringlar, shu ishlarni birga qilaylik. Kelgusida yana obdan planlarimiz bor. Shu bizning shu Patreon'dagi a'zolarga ko'rsatadigan qilib, avat chiqiramiz uni. Shu biz bir narsalarni yezib chiqmoqchi qismliq qilib. Shuni bu yerda deb jumaymiz vaqt kelganda. Bag'an sira bu o'yin taslishib mang'idi, hammasiga bildirishning hojati yo'q bundan keyin. Bizning bizga kuch bera oladigan, yana shu sanoqliq haqiqiy Uyg'urning joni manfaatini birinchi o'rin qo'yib, qo'rqmay, mardonlik bilan maydisiga mushlab, men Uyg'ur, mana men adolat yo'lida, Uyg'urning ozodlik yo'lida qurban berishga rozi deydigan qarindoshlarimiz kerak. Qiz bo'lamdi, o'g'il bo'lamdi. Shunda qo'rqmaydigan insonlarimiz kerak. Uningdan andish qilib, buningdan andish qilib Uyg'urning joni manfaatiga taqishadigan ishtimi? Unda xo'lamiki, unda qilsak bunda bo'ldi, bunda qilsak u bunda qildi, bu bunda qildi deydigan odam kerak emas. Bo'lamdi, bo'lmamdi uni biz boshda qilib, undan keyin igimizdan kutaylik. Bir narsa vujudga chiqishi, shu instant deganga o'xshash 99% tar bilan 1% fursat. 1% talay. 99% tarni sen oqquz başda. Shuningga kuchayli, tirishayli, birlashayli, kunda ishlayli, maqolani yozayli, tarjima qilayli, iqtisoddan yamsi kuchdan bir-birimizni ta'minlab birga kelayli. Uningdan keyin shu fursat, Xitoyning yo'qoladigan vaqti, shu bizning fursat. Shu bir ikki yilning ichida bir fursat keladi bizga. Shu fursatni tutaylik, undan keyin Uyg'urning joni manfaatiga eng yaxshi bo'lgan usulda bir ishni qila olamiz. Bu yerda bu ish, bu da'vo qo'rqinchaqlik bilan boshlansa, bizning oqibatimiz shu qo'rqinchaqlikdan boshlanganga o'xshash oqibat. Necha qatim bo'lgan? Shu zamonning egisi bo'lgan Uyg'ur, biz Uyg'ur. Bir Uyg'ur davlatini quramiz deyamigan. Deyamigashgan sen qo'rqinchaqlik bilan bir ishni boshlag'ashqa, uning buningdan andishi bilan bir ishni boshlag'ashqa, sening ishingda hurmatdan olmagan, e'tirofga erishmagan,
Hem ikki qatam yiqilgan, misal davri. Bu ne? Sharq Turkiston degan ism chiroyli bo'lsa, men yaxshi ko'raman. Turkiston jo'grafiyalik o'rnimiz. Ammo bak, ishlatganlar kelib kelsa, Turivason, Uyg'ur, Sharq Turkiston Uyg'ur Cumhuriyeti deyalisi bo'ladi. Uyg'ur degan ismni bu yerga qo'ymay qilgan shunsa men qarshi turma. Gapni ochiq, men uni qo'llamayman. O'zimning shunda qo'llovchilar bilan bir ish qilaverman. Mediani shu to'g'riliq paran qilaverman. Ekranlarga chiqsam Uyg'uriston deyverman. Bu yerda ba'zanlar shunda unda qilsam bu deydi. Nima uchun unda qilmayman? Bu o'zimning o'ylig'imda nima uchun deyamayman. Men qo'rqmaylar degan tushliq. Bu xayolni deyamizsam, o'zimning xayolini. Ama nurg'unlari keladi. Va men seni qo'llayman, Uyg'uriston desang yaxshi, lekin u bu deb o'zining yana andish qiladigan, u bulig'ini bildirib, yana ekranlarda biroq yana Sharq Turkiston deydi. Biroq ichidan Uyg'uriston deydi ekan. Biroq mas ekranga chiqqanda Sharq Turkiston deydi ekan. Undaqlar bu davoni oxirini chiqaramaydi. Masalan, mundal deb qo'yan. Ammo Chinkan ko'nglidan Sharq Turkiston desa, Sharq Turkiston Uyg'ur, Qozoq bilan shunda birlashib, bo'ldi bundan keyin biz Turkiston imperiyasini quramiz deydigan mana nishoni bo'lsa, u ayrim. Ammo qo'rqinchaqlik bilan ish boshlagan, hech qanday bir tashkilot, hech qanday bir inson bir ishni o'zini chiqaramaydi. Masalan, boksörchiga o'xshash. Sen boksörchi desen, azraqlam qo'rqding, sakniga chiqmay azraqlammi? Andish qilding, bo'ldi, jiddan futadinglar degan gap. Sen o'ynamay turib futurib bo'lding degan gap. Kim futudi? Chiqqan vaqtida futudigini bilib bo'ldi futudiga odam. Hemen futboldan bu ne de bilib bo'ldi, chiqdi vas urdi, aşı o'shidan ketmaydi. Tayoq hisimi shu zehni shunga cheksiz shangashga yiqildi, qo'pidi, yana urib yiqitalaydi. U mana shu qo'rqmaslikning kuchi. Azroq qo'rqding, bir tayoq yedan o'shini ketsa. Yo'q bo'lsa. Şonlaşqa biz hech qanday bir narsani hozir igisi bo'lmagan. Biz sen bilan biz faqat sarsona, faqat yigona yashayotgan bir inson bo'lishimiz bilan bizning hech qanday unham, yo'qsa hech qanday bir nomimiz bo'lmagandan keyin biz hozircha hamma ishni qo'rqmay, chin ixlos, chin aqida bilan Uyg'urning kelajagini birinchi o'rin qo'yib, Uyg'urning kelgusini birinchi o'rin qo'yib, ish boshlab, plan so'qib, bir qadam oxini chiqarishga bel bog'lasak, u mumkin. Bo'lmasa, mushu xaritalarga o'xshash, kim kuchlik bo'lsa, shu o'zligidan sizaverdi. Masalan, Tayvanning kuchi hozir Amerika bilan eng yaqin. Amerika Xitoyni yo'qlik qilib etib, Tayvanni bo'l desa, o'zing boshqa sen demokratik bizga o'xshash davlat o'g'andan keyin desa qilaveradi. Biz hech nima deyamaymiz. Hech kim qopab, "O, Donald Trump sen maskansa" deb qaqshayamaydi. Chunki sen bilan biz faqat o'zarami birlik kelmaydigan, o'zara to'ttangi pulni bir yerga yig'amaydigan bir millat hozircha. O'zara vaqtimizni, zehnimizni tang ishiltib qilmaydigan bir millat hozircha. Ammo yaxshi chiqyapti-da. Buningga shu qo'qish aralashib qolmasin. Sening chin ixlosing, chin aqidang faqat Uyg'urning joni manfaatiga to'g'ri keldigan shu bo'lsa, davomlashtirg'in. Uyg'urning lam yana ket. Sen hech nimang yo'q bir millat, sen boshqa bir millatga ega chiqqidak, yo'qsa g'emini yegidek holating yo'q. Sen bir millat, Uyg'ur millatsanki, sen faqat o'zingning jinini aranab saqlab qo'yatsa, hozir agar mushu to'rda mening mushu nimamni ko'rgan bo'lsang, sen bir ta'laylik bir inson ekansan. Allah sening jiningni mushu qirg'inchilikdan qutuldirib qapti. Bu tarixga shunday yoziladi. 99% Uyg'urlar shu Xitoy Kommunist partiyasining qirg'inchiligiga uchrab, xonavayron bo'lib, oila birmu oila saqlanmagan deb yoziladi. Uning ichida 1% Uyg'urlar sirtqa qochib chiqqan deb yoziladi. Uning ichidagi 1% Uyg'urning ichida Aşı 1%'ning ichidami 10% Uyg'ur aran sakrab chiqqan, qolgan 90% Uyg'urlar jim tug'an, ishim qilmagan, anasi bilan otasi ayada zulmga uchrayotsa, ballari
Xitoydek cho'ng bulavasa ishnim qilamagan taqdirdimi sirtda turib ishnim qilmagan deb bu obdan yizildi. Hamda o 10% Uyg'ur sirtdiki 1% Uyg'urning ichidagi 10% Uyg'ur netijaga bo'linib bir qahramon chiqqan vaqtida tastak bilan urib tushirayotgan, uni yo'q qilayotgan xoyinga chiqirayotgan deb yiziladi. Yana shuning ichidagi 1% yani 2% Uyg'ur shunda qahramonlarimizning ro'yiga varislik qilib, ishimidan qo'rqmay, jinini, menini, vaqtini mushu inqilob uchun ato qilish uchun fidoilik bilan, mardonlik bilan o'tirg'i chiqqan deb beziladi. Sen shu qaysi % bo'lmoqchi? Sen Aniyurt degan kitobni o'qisangmi, ashadiki Uyg'urlar har xil. Masalan, Gomindanga setilgan Uyg'ur, Gonsandanga setilgan Uyg'ur, Gomindanga saqchi bo'lgan Uyg'ur, Gonsandanga saqchi bo'lgan Uyg'ur, ularni g'olchi, chirik deb ta'sirlaydi. Shularni o'qigan vaqtingda ko'ngling qanday ta'sirat bo'ladi? Sening ota-bobong bo'pqasi, ashundaq bir ota-bobong, sening ota-bobong esta bir g'olcha, yo'qsa esta bir chirik bo'pqasi qanday qilsa, g'azving o'rlaydi, shundami? Sen g'azving o'rlisa, sen u ota-bobongga ikki yil duvani obdan qilamsan, u ota-bobong iniq u dunyodami yaxshi kun ko'rmayotdi degan gap. Bizmi ashundaq o'xshash bo'lamiz. Bizning tariximiz yozilgan vaqtda men o'ylaymanki, men umid qilmanki, mening farzandlarim, mening tonishlarim men o'lganda, hey, mushu bir yaxshi insonda, mushu bir vatanga jinini qurbon qilib, oxir mushu yo'lda qazo qildi desa, bu mening u dunyo yaxshi bir inson bo'lganligimni isbotlaydi. Chunki ashundaq yozgan, ashundaq degan, ashundaq bo'ladi deb bu bizning dinimizdami, urf-odatimizdami shu. Endi sen o'sha sirtdagi Uyg'ur bo'lish sifating bilan sen qaysi yo'lni tanlab, nima ishlarni qilyapsan, o'sha fursatdan foydalanishga tayyor bo'ldingmi? degan xiyollarga kelgan vaqtimizda obdan o'ylashimiz kerak. Yig'ib bilsak shu kuchlanaylik, qarindoshlar. Kuchlanaylik, birlik qilaylik, Uyg'urning joni manfaatini birinchi o'rin qo'yaylik. Birinchi o'ringa biz yo'qab ketaylik dedik. O'zimizni o'ylaylik boshda. O'zimizga mehr-muhabbat yetkazaylik. Qolgan hech kimdan qo'rqmaylik. Qolgan hech qanday millat nim deb qalaki demaylik. Chunki bizning so'zlayotganimiz haq. O'zimin Uyg'urning albatta. Chunki o'zimga eng burun bo'lgan Uyg'ur shu hozir Uyg'ur. Ham bu shu zaminga yerimdan o'shiq nopusni qurbon bergan har xil usulda, ya'ni shu Uyg'ur. Bunda bo'lganda ekan millatchi bo'laylik qarindoshlar. Endi millatchi bo'ladigan vaqtimiz keldi. Millatchi bo'lib ketsa, ishib ketsa yaxshi emas. Biroq yo'qab ketay deb qolgan millatchi bo'lmasa, o'zini qutuldira olmaydi. Xitoymi hamma solal 1000 yil, 5000 yil qul bo'lib chiqqan Xitoy. Mushu hozirgi biz ko'rayotgan Xanzu degan millat 5000 yil u besivagan, bu besivagan o'zi bir xon imperiya qurib, unda bir igdo qilib, boshqurib baxmagan bir millat, yo'qash girdaviga o'zini umtigan bir millat, qul bo'lib, qurt qo'ng'iz yeb yashagan millat. Oxir kallas ishlab ketgan mushu millatchilari ikki qiz gap bilan ba'zan narsalar yizib, bularning milliy g'ururini qaynitib, undoq o'zi bizga chiqaylik, bu bizning zamin o'zimizga xon tiklaylik deb, Gomindangni xon tiklagan, undan keyin Gonsandang yelimikir bilan o'zini qilgan. Shular. Biroq yana shu uyg'unishqa mushu millatchilar partiyasi
kuchi bo'lgan. Hamma millat shu, Hindistonliklarni o'qitqizgan shu Hindistonlik millatchilar Gandhi degan shu millatchi. O'mi. Hammasida millatchi yo'qolib ketish girdog'iga tayyor bo'lgan millat, asta millatchilikdan o'zining kimligini tonib, o'ziga loyiq bo'lgan narsaga ega chiqib, asta-asta davlat qurib qaytadan dunyo sakinasidan o'rin oladi qarindoshlar. Buni biz obdan tonib yetgandan keyin agar ishonsanglar, qilinglar qarindoshlar. Shu mishinchilik so'zlaydigan gapim. Mening demoqchi o'g'lim shu kelgusi qanday bo'lishini sen bilan biz belgilamaymiz. Shu bizning kuchimiz, shu bizning ahvolimiz belgilaydi. Qo'rqmay, mardonlik bilan o'zimizning jon manfaatini birinchi o'rin qo'yib, ish boshlaylik, ish tutaylik. Uningdan keyin biz belgilayolishligimiz mumkin. Bo'lmasa, yana haq undaq qil desa, amalning yo'qida qilamiz. Bizga o'zimiz ichimizdan birinchi o'zimizning manfaatini birinchi o'rin qo'yib, biz qaror chiqarmasak, bizga foydasiz. Foydasiz, qanchalik foydasiz, uni yana shu bilgijonlar. Bo'ldik. Qarindoshlar, shunchalik so'z qilay. Qolgan gapni yana so'z qoldirib qo'ysanglar bo'ladi. Anglab berganinglar rahmat. Bugun tuyuqsizlar chiqib hech qanday e'lon bermagan, shunlar kirgan odamlar ham oz. Shunlar ko'plab taqib berasizlar. Yana